Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yoki avtomobil agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLXga avtoe'lonimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birinchisi sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Samsung 55 ekskavatorimiz sotiladi. Bu ekskavatorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Ishlab chiqarilgan yili 1995-yil ishlab chiqarilgan. Olasiz va ishlatasiz. Bu texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida kelishamiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnikamizning manzili Farg'ona viloyatida. Bu texnikamizga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Ha, Jurgis. Gazla. Gaz bas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Mana bu 380. 3.5 sotiladi. Kabellari bilan. Toza kabel mana shu sexdagi tarsofkalar bor. Keyin bu ham 380 mana bu ham. Bu taxtalar ishlab beradigan. Mana bunaqalar narsalar qo'yilgan mana. Bunday nima? Skatel qo'yilgan, nima qo'yilgan. Bu mana bu knopkalari. Va shu yo'q. Aynan shu yo'q. Ayyor taxtalar bilan mana bu ham nima? Bo'lib beradi, chavag'lab beradi. Stanok bu ham, kichkina stanok, ya'ni mini sexda. Mana tarsofka. Tarsofka yangi bu. Bu ham hech qancha bo'lmadi ishlatganimizga. Tarsofka. Mana bu kempi apparat. Bu ham yangi. Uragan rossiyskiy olganmiz. Mana bu reduktori bilan gazli balon. Bu ham yangi. Standartga javob beradi. Ma'mullarimiz xudo xolasa gip. Har xil razmerda stolni bukib beradi. Mana bu yerda nimalari bor? Razmerlari bor, bunday chiqaradigan. 3 xil gipimiz bor. Mana kichkinasidan tortib, kattasigacha. Bular yangi bular. Qildirganmiz mana yeyilmagan oralar. Mana oralar yeyilmagan, yangi deb turibdi. Ko'rsanglar mana bilinadi o'zi. Mana bular ham bilinadi. Razmerlari bor. Buni klientlari bilan beraveramiz. Bu pechkani tentlariki. Yarim soatda, 1 soatda pishiradi. Bu ham muskatillar qo'yilgan. Tent mana soatiga qo'yasiz, soatida o'chadi. 190, yarim soat, 1 soat. Bu yerdan kelganda ham kabellar bu yoqqa tushgan. Keyin bismillahirrohmanirrohim. Mana bunaqa narsalar ishlab chiqariladi. Mana bunaqa narsalar. Tentlari bor mana shular. Kompressor bor burchakda. Kraska sepadigan parashoni bor. Nimalarni Turkiyadan olib keltirganmiz uni ham. Shu yerda ham ko'payib ketgan. Mana shunaqa narsalar chiqariladi.
Endi o'zim ko'p xorijda yuraman. O'shanga vaqtim yo'q. Bunga ishonarli odam bo'lmasa qiyin. O'shanga qiluvdik. O'zi mana bunaqa mol boqishga joy qiluvdim bittasini. O'shanga ishonarli odam bo'lmasa qiyin. O'zim xorijda yuraman, Koreyada. O'zim bo'lib ishlatmasam birovga ishonch qiyin bunaqa narsalar. Mashinagacha olganmiz. Mana bunaqa giplar bular hech qancha ishlamagan. Mashlari o'zini palon pulga qildirganmiz. $100 har bitta mana shu pachinligini o'zi. Katta bor, silva bor, katta hozirgi stollar chiqaryapti. Bu ham ishlaydi, uchalasi ham ishlaydi. Klientlar bilan beraman. Tarsofkalarim ham yangi, mana tarsofkalarim ham. Buni ham biladi. Odamlar buni ipokmi shunaqa tozasini olganmiz. Bular mana shu stanovlar. Kelishsak, xudo xolasa, mashlarni o'z yo'lida qilib beramiz. 380 cho'chigi ichida puli bor. 800 mingchami bor. Mashlar bilan hammasini o'zi tepadan tayyor miya tent 220 da 180 da pishirib beradi. Qish kunlari pishirdik biz. O'tgan yil shu 1 yil bo'lyapti sen. Mana bunaqa 4x4 profillar bilan divanlar ishlab chiqariladi. Mana bunaqa divanlar. Ko'rsangiz havasiz keladi. Mana shunaqa divanlar ishlab chiqarasiz. Har xilni chiqarasiz turda. Prosta ana bitta, ikkita, 6 ta, 3 ta bo'lsa, mana bular 7 ta. Mana KMP bilan svarka apparat 8 ta. Keyin 3 miyalari. To'nli mana shu miyalari akkurat ishlangan. Adetiga ham shot qo'ygan, nima qo'yganmiz. Texnika bezopaslik uchun. Bu qanday o'chilarga mana. Buni ham qo'yganmiz. Shu kabellar qalin kabellardan qilingan. Shuni olib borib qotirib olsa, tayyor biznes. Klientlar bor, o'rizorlarda, Abu Sahiylarda. Klientlarni ham topib ko'rsatib, yuzlashtirib qo'yaman. Hammasini. Mana shu sotishga yordam beringlar, sotib olaylik. O'zi yaxshi niyatda qilgandim. Mana bunaqalarim bor, tarsofkarim mana. Uchta qotirib, yechib. Mana shunaqa tarsofkalar. Klientlar bilan biznes tayyor. 8 xil apparatlar bor bu yerda. Mana ham katta mana bunaqa 280 ga 2 metrliklari displeylar maydalaymiz mana shunda mana. Bu mana 90 graduslik hozirga chiqqan yangi apparatlar. Kelishtirib beramiz. Unaqa shum yo'q, zo'r ishlaydi bular. Zakonniy. Xudoga shukr, yomon emas. Prosta o'sha xorijdaligim uchun bitta o'g'ilman. Ishonarli bunday ishlatadigan odam chiqmadi bunga. Chiqqanda nima bo'lardi? O'shanga iloji bo'lsa sotamiz hammasini. Ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman hammanglar.